akalar meni futbolda tark etdim, men butsam miqqamas bir yo'l sho'rib kelib yubordim. Eng qorong'ur jahon chempionati bo'lyapti. Birinchidan vaqt to'g'ri kelmayapti. Kechasi 2 da, ertalabki 4 da shunaqa ham bo'ladimi? Onasini bilsa, maqdan Neymar yig'layapti, chiqib ketyapti Braziliya. Rafinha, Vinicius, Endriklar yig'lab yotdi. Maqda Ronaldo daho chiqib ketyapti, onasini ham seni. Futbolchilarda nimasidan shubhalanarkin? Itga hiydatyapti bu jahon chempionatida. Ha, ular 7 metrli ochiq varataga ura olmayapti. Borib kimnidir urib yuboradimi bular, ha? Yana hammasidan ham amerikalik futbolchiga qizil ko'rsatilganida shuni qayta diskvalifikatsiya qilibdi va shu vobshe oshib ketdi mana shu. Bu bunday bo'lgan u. Donald Tramp iltimos qilibdimi aytishlariga ko'ra, bunday Infantino telefon qilib, Infantinojon, ana bitta ko'rib qo'ymaysizmi? Oyog'iga nomiga tegib ketgan xolos ekan-ku, deyapti. Mana qaranglar, ahvoq mo'qir ko'ryapsizlar. Oyog'i sinib ketmabdi, sinib ketsa mayli edi, sariqqa tortadi, lekin jichcha atkaz qilib qo'ysiz bo'laveradigan holatda. Ana mahallani boshidagi siniqchi Xosiyatopani oldiga borsanglar, tuxum sariqdan surkab turibdi, durani aylantirib baylab qo'ysa, ana futbolchi yaxshi bo'lib bo'ladi, vahima qilmanglar. Jichcha qimmat keladigan bo'lar, asosiy o'yinchimiz dedi, deydi. Mini futbollarda 600 ming so'm kelib o'ynab ketishadi. Bolalar 1 soat 2 soat bilan. O'shaning yana prosta bizga dollarda o'ynardi bolalar desa, Infantino ham ko'rib turib, "Yo, Trampdan siz ham bilganingiz bilgan, bo'ldi, ko'rib qo'yamiz." Yo, unaqa yo'q ekan. Ana bola o'zi amerikalikni oyog'iga o'zi atilabdan kelib tepib o'zi qayragan ekan deb topishdi-da, atkaz qo'yib. Bo'lmabdi bunaqa jahon chempionati. Onasini ensin. Bo'ldi, Marokash bilan Fransiyani yutgani, Ispaniyani yutadi mayaqdan. Bo'ldi, tamom. Pishdi o'sha bu yoqqa, bo'ldi, tamom. Fransiya chempion bo'ldi. Men aytdim. Ma'dan Norvegiya Argentinani yutadi, bo'ldi, tamom.